Bu videoda aytiladigan 5 ta qadam qanday darajada bo'lishingizdan qat'iy nazar reading mahoratingizni kuchaytirishga yordam beradi. Nima uchun ingliz tilidagi matnlarni o'qib yaxshi tushunmasligingiz, IELTS readingdan to'g'ri javoblar topa olmasligingiz va bu muammoni tuzatish uchun nimalar qilishingiz kerakligi haqida gaplashamiz. Va nihoyat o'sha zerikarli, ko'pchiligimizni qiynaydigan va yoqtirmaydigan mavzu, ya'ni reading haqida gaplashamiz. Hey, Lois nima bo'lyapti? Biz readingdan mashq qilyapmiz. Kel, qo'shil Peter. Aha, bo'ldi. Bu mahoratingizni kuchaytirish uchun boshqa muammolarga qanday yondashilgan bo'lsa, bunga ham xuddi shunday yondashilinadi. Ya'ni, birinchi qadam muammoni aniqlash. IELTS imtihonidagi reading qismidan past ball chiqishining turli sabablari bo'lishi mumkin. Hammaning dardi har xil bo'ladi, lekin keng tarqalgan muammolar quyidagilar. Vaqtni boshqara olmaslik. IELTS imtihon hammamiz bilamiz, to'g'rimi? Birinchi listening qo'yib beriladi, keyin reading, keyin writing bo'ladi. Reading qismida sizga 60 daqiqa vaqt beriladi va 3 ta passage bo'ladi. 3 ta matn bo'ladi. Ketma-ketligi bo'yicha u qiyinlashib boradi. Odatda birinchi matn osonroq bo'ladi, ikkinchisi sal qiyinroq va uchinchisi eng qiyini bo'ladi. Ko'p imtihon topshiruvchilar birinchi passagega ko'proq vaqt sarflashadi. Qiyinroq savol bo'ldimi, o'sha bitta savol o'ziga bog'lanib qolishadi va ko'p vaqtini yo'qotib qo'yishadi. Boya aytganimdek, bu birinchi passage osonroq bo'lgani uchun u bilan tezroq ishlashingiz kerak. Qaysi savolga tushunmayapsizmi? Tashlab keting. Mayli. Passage 2 ga o'ting. Passage 3 ga o'ting. Va o'sha qiynalgan savollaringizni oxirroqda qilsangiz bo'ladi. Asosiysi vaqtdan yutqizmaysiz. Shu sababdan vaqtni to'g'ri taqsimlash juda ham muhim rol o'ynaydi. Bu uchun siz ko'proq praktika qilishingiz kerak. Time management ham o'rganib qo'ying. Yana bir keng tarqalgan muammo savollarni noto'g'ri tushunish. Mabodo siz berilgan savolni yaxshi tushunmasangiz yoki batamom noto'g'ri tushunadigan bo'lsangiz, noto'g'ri ma'lumotni ketdan quvlab yurgan bo'lasiz. Va bu ko'pincha true, false, not given yokida matching headings turidagi savollarda uchraydi. Yana bir narsani inobatga olishingiz kerak. Har bir savol turiga alohida yondashing. Instructionni o'qing birinchi. Nima so'ralyapti sizdan? No more than 3 words bo'lishi mumkin. Ba'zi paytlar no more than 2 words bo'lishi mumkin. Agar siz no more than 3 words go deb mashq qiladigan bo'lsangiz, o'tda lekin no more than 2 words siz ikkitadan ko'p so'z yozishingiz kerak emas bo'lishi mumkin. O'sha paytda siz xato qilib qo'yasiz. To'g'ri javob yozgan bo'lsangiz ham, agar siz 3 ta yozib qo'ygan bo'lsangiz, xato. Shuning uchun har doim necha marta praktis qilgan bo'lsangiz ham, 50 ta, 60 talab reading passage'larni zo'r qilgan bo'lsangiz ham, har safar o'sha berilgan instructionni o'qib chiqing. Nima so'ralyapti? Yaxshilab tushunib oling. Keyingi muammo esa so'z boyligi past bo'lishi. Agar sizda wide range of vocabulary, ya'ni keng ko'lamdagi bir so'zlar bo'lmasa, reading qilayotganingizda juda ham qiynalasiz. Chunki siz gapni o'qib oldingiz, nima topishingiz kerakligini tushunib oldingiz va aynan o'sha so'zni birma-bir qidirishingiz mumkin readingdan. Albatta, reading qilayotgan paytingizda aynan o'sha strukturadagi gaplar yoki o'sha ishlatilgan so'zlar ishlatilmaydi. Bu degani paraphrasing ko'proq qo'llaniladi. Ya'ni bir so'z sinonim, fe'l yoki ravish boshqacharoq ko'rinishda yoki umumiy gapni tuzilishi batamom yangi bir struktura bilan berilgan bo'lishi mumkin. Shu sababdan ham IELTS reading qismida so'zlarga alohida e'tibor berishingiz kerak. U yerda academic words, ya'ni akademik so'zlar bo'lishi mumkin. Siz har doim ham ko'rmaydigan, har kungi hayotingizda ham ishlatilmaydigan so'zlarni o'tda uchratasiz. Siz vazifani tushunib oldingiz, gapni o'qidingiz, umumiy sizdan nima so'ralayotganligini bildingiz va aynan o'sha narsa reading qilayotgan paytingizda boshqacharoq so'zlar bilan ifodalanadi. Ya'ni bu aytganimdek paraphrasing ishlatiladi. Keyingi muammo esa skimming hamda scanning ko'nikmasi yo'qligi. Kandidatlar reading qilayotgan paytda butun boshli matnni o'qib chiqishadi va undan keyin savollarga o'tishi mumkin. Endi bu keng tarqalgan muammolardan bittasi. Shu sababdan kerakli joyini tezda topib olishingiz uchun siz skimming qilishingiz kerak. Ya'ni umumiy bir mazmunini o'qib chiqishingiz kerak. Va scanning nima ekan o'zi deb hayratlanayotgan bo'lsangiz, u kerakli ma'lumotni qidirish. Sizdan bir sana so'ralayotgan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir yilda nima sodir bo'lganini so'rashayotgan bo'lishi mumkin. O'sha sanalarni, o'sha yillarni tezda o'qib chiqib, o'sha ma'lumotni to'g'risini topishga harakat qiling. Va hozir aytmoqchi bo'lgan narsamni balki allaqachon bilarsiz, lekin baribir aytmoqchiman. O'sha savollarni o'qib olasiz, keyin matnga qaytasiz. Skimming qilasiz, scanning qilasiz, ketdi. Yana bitta ikkita savol o'qib olasiz. Shu tarzda reading qilasiz. Bu yerda albatta sizga skimming hamda scanning ko'nikmasi asqotadi. Hamma narsa tuzoq deb o'ylash ham muammolardan biri hisoblanadi. Mana bir payt siz reading qilayotgan paytingizda, bunchalik oson bo'lmasa kerak javobi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Har bitta savoldan siz hiyla qidirishingiz mumkin yoki kutishingiz mumkin.
Bu ham o'zi yaxshi emas-da. Ha, siz javobni topdingizmi? Har bitta so'ralayotgan ma'lumotga to'g'ri kelyaptimi? Bo'ldi, o'sha javob. Boshqa joylarga qarab ketib qolmang. Vaqtingiz bekorga behuda sarflanadi. To'g'ri, ba'zida javoblar shunchaki oddiy, soddagina bo'ladi. Birinchi gapni o'zida ham berilgan bo'lishi mumkin va bu tabiiy hol. Reading bo'yicha qanday muammolaringiz borligini aniqlab bo'lganimizdan keyin esa o'sha muammolarni bartaraf qilishni boshlaymiz. Ikkinchi qadam, reading comprehension ustida ishlash. Bu matnni o'qib, ma'nosini tushunish va asosiy g'oyalar, asosiy fikrlarni anglash ko'nikmasi. IELTS readingda savollarga to'g'ri javob topish uchun bu ko'nikma juda ham muhim. Chunki siz u yerda faqatgina o'qimaysiz, balki ma'lumotni tahlil qilasiz. Paraphrasingni tushunib bila olishingiz kerak. Qayerda qanday so'zlar ishlatilayotganini tushunib olishingiz kerak. Shu bilan bir qatorda asosiy g'oya nima ekanligini ham bilishingiz zarur. O'rtoqlar, bu ko'nikma birdaniga qilganda shakllanib qolmaydi. Siz har kuni ingliz tilida biror bir matnlar ustida ishlashingiz kerak. O'qib biror bir matnni, uni anglab, qanaqadir savol berishingiz kerak. Bu matn o'zi nima haqida edi? Nima bermoqchi edi? Asosiy message nima edi degan savollarni o'zingizga berib, javob berib ko'ring. Siz doimiy tarzda kunda-kunora qanaqadir bir qiziqarli hikoyalar yoki o'zingizga yoqadigan bir matnlarni o'qib, uni analiz qilib, yangi so'zlarni olib, uni ishlatsangiz, o'sha reading mahoratingiz ham asta-sekinlik bilan rivojlanib boradi. Baribir ham shu IELTS reading qilayotgan paytingizda passage 1, passage 2, balki bir passage 3 da siz bilmaydigan bir talay so'zlar chiqadi. U so'zlarning ko'p qismi academic words, ya'ni akademik so'zlar hisoblanadi. Hammasini eslab qola olmaysiz, hammasini yodlay olmasligingiz mumkin. Shu sababdan taxmin qilishni ham o'rganishingiz kerak. Ba'zida terminlar chiqishi mumkin va unday turdagi so'zlar sizga unaqacha kerak ham bo'lmaydi. Aynan o'sha mavzu doirasida ishlatilgan so'z bo'ladi. Ha, mana bunaqa degan ekan. deb o'tib ketaverasiz. Uchinchi qadam, chalg'ituvchi usullarni o'rganish. Bu tilni tushunish darajasidan keyingi eng muhim narsa. Chunki reading comprehensionimiz zo'r bo'lishiga qaramasdan, baribir ham qanaqadir bir xatolarga yo'l qo'yishimiz mumkin. Bu yerda gap endi readingni qanchalik darajada yaxshi tushunayotganingizda emas, chunki o'zbek tilida ham murakkab, qanaqadir bir qiyin, ilmiy uslubda yozilgan matn berilsa bizga, o'sha matn ustida ishlasak, bizga test berilganda ham baribir qanaqadir xatolarga yo'l qo'yishimiz mumkin-da. Lekin bu degani biz o'zbek tilini yaxshi tushunmayapmiz degani emas-ku. To'g'rimi? Gap bu yerda xatirlik yo'llarida. Ya'ni ba'zi savollar shunday tuzilgan bo'ladiki, mana javobini topdim degan paytingizda lekin degan joyi bo'ladi. Bunday vaziyatda savol chalg'ituvchi bo'lishi mumkin. Masalan, yes, no, not given turdagi bir mashq qilayotgan paytingizda shu nomikini yo not givenmi deb sizni o'ylantirib qo'yishi mumkin. Chunki o'sha so'ralayotgan mavzu bo'yicha qanaqadir bir matnda ma'lumot bor. Lekin o'sha ma'lumot no ga to'g'ri keladimi yoki not givengami? Aynan qaysidir qismi shunchalik berilgan bo'ladiki, u javob umuman not giving o'tib ketib qolishi mumkin. Yo, bu haqida ma'lumot yo'q. Ha, bizni nima chalg'itadi? Sinonimlar, paraphrased words, ya'ni bitta so'z boshqacharoq so'z bilan ifodalangan. Bitta fe'l boshqa fe'l bilan ifodalangan bo'lishi mumkin. Siz ko'rib turibsiz, o'sha internet mavzusida bir gap bor. Lekin gapda mana bitta siz topishingiz kerak bo'lgan gapda umuman boshqa narsa so'ralyapti. Shunaqa narsalar sizni chalg'itib qo'yishi mumkin-da. Shuning uchun faqatgina reading comprehensionni o'zi kifoya qilmaydi. Shunaqa narsalarga o'rtoqlar chalg'ib qolmaylik. Qanaqa qilib chalg'ib qolmaslik mumkin? Ko'proq praktika qiling. Ko'proq o'sha praktikani o'zini qilib bo'ldi. Tugadi bugunga. Yo'q. Bo'ldingizmi? O'sha readingga o'sha qizib turgan paytingizda javoblarni ko'rdingizmi? Iloji bo'lsa shu javoblarni ham o'zingiz tekshirmang. Boshqa odamga tekshirtiring. Tekshirtirib bo'lganingizdan keyin o'sha readingni olasiz. 40 tadan nimagadir shu 25 ta chiqyapti deysizmi? O'sha qolgan 15 ta javob, qayerda xato qilindi? Nima uchun xatoga yo'l qo'ydingiz? Analiz qilib chiqing. O'sha paytda siz reading comprehension bo'yicha xato qilganmikinman yoki bu yerda chalg'ituvchi bir boshqa omillar bormikin deb tushunib yetasiz. Shu sababdan ham practice makes perfect deb aytiladi. Siz nafaqat bu yerda praktika qilyapsiz, balki o'sha bitta reading ustida alohida yondashyapsiz. O'tirib, erinmasdan analiz qilib chiqyapsiz. O'sha eng muhim qismi ham analiz qismi. Siz 10 lab, 20 talab, 30 talab qanaqadir readinglar qilishingiz mumkin, lekin analiz qilmasangiz, o'sha so'zlarni hal qilib chiqmasangiz, qattiq qanaqa xatoga yo'l qo'yganingizni bilmasangiz, o'sha xatolar yana qayta qilinaveradi. Va siz esa o'sha 5.5 yoki 6 o'rtasida qolib ketaverasiz. 4-qadam, speed reading. Bu matnni tezlik bilan o'qib,
asosiy bir ma'noni tushunib olish ko'nikmasi hisoblanadi. IELTS readingda esa tezlik va vaqt juda ham muhim. Bu aytganimizdek. Speed reading yordamida matnni tezroq skimming va scanning qilasiz. Kerakli ma'lumotlarni tezroq topasiz. Shu bilan bir qatorda har bir matnga ko'proq vaqt ajrata olasiz. Buni tezlatish uchun esa har bir so'zga to'xtalib qolmasdan so'z guruhlarini birlashtirib o'qishni o'rganish kerak. Ba'zilar uchun esa matnga barmog'ini qo'yib o'qish juda qulay. Shunda qaysi joyni o'qiyotganini aniq ko'rib tezlikni oshira oladi. Bundan tashqari, vaqt belgilab o'qish mashqi ham speed readingni oshirishga kattagina yordam beradi. Buni qanaqa qilaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, har kuni sekundamar qo'yasiz, reading o'qishni boshlaysiz. Bitta passage tugatdingizmi, qancha vaqt ketdi? O'shani bilib olasiz. Uni qilib bo'lganingizdan keyin keyingi safar o'sha passageni o'qigan bo'lsangiz yoki shu turdagi reading qotgan bo'lsangiz, yanada tezroq qilishga harakat qilasiz. Mabodo siz Englify o'quvchisi bo'lsangiz, muammoga yechim tayyor. Ya'ni qanday kitob topaman? Qanaqa passage topishim mumkin? O'zi men o'qiydigan qanaqadir bir kitoblar bormikin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ilovamizda resurs bo'limi bor va u yerda siz darajangizga mos keladigan kitoblarni topishingiz mumkin. Mana bu videoda aytilayotgan hamma bir ko'nikmalar, tavsiyalarni o'sha kitoblarni o'qish orqali bemalol bir hayotingizga bir tatbiq qilsangiz bo'ladi. Bir qilib ko'rsangiz bo'ladi. Real hayotda biz aytayotgan narsalar o'zi ishlaydimi, yo'qmi? Bir tekshirib ko'ring. Undan tashqari, yana o'zingizdan bilasiz. Ilovamiz ichida har bir daraja uchun serial ko'rinishdagi video darslar tayyorlangan. POV formatidagi bunday darsliklarni siz shunchaki tomosha qilmaysiz, balki o'zingiz ham qatnashasiz. Har doimgidek birinchi men savol beraman o'zbekchada, sen uni inglizchaga o'girasan, keyin teskarisini qilamiz. Okey? Okey. Birinchi savolim Hamsa buyuk kitob. Undan tashqari, resource bo'limida kinoni yanada yaxshiroq tushunib ko'rishingiz uchun Teachrazam va maxsus mehmonlarimiz shahridagi kino izoh rukni bor. Bu videolarda siz kinolarni ingliz tilida subtitr bilan ko'rasiz. Film orasida spikerlarimiz sahnalarni sharhlab, u epizodda nimalar bo'lganini muhokama qilishadi. Shu bilan bir qatorda murakkabroq so'z yoki gaplarni tarjima qilib tushuntirib berishadi. Mana shunday imkoniyatlardan foydalanib, hozirgi kunga qadar 10 mingdan ortiq o'quvchilar kurslarimizda o'qishdi va ayni damda 1800 dan ortiq faol o'quvchilar ingliz tilini o'ynab o'rganishmoqda. Agar siz ham ular safiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, video tasvirdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Mana qarang, paragrafni asosiy g'oyasini tezroq anglab olishni o'rganing, kontekstdagi so'zlarni taxmin qilishni bilib oling deb aytamiz-ku. Bularni yaxshiroq tushunishingiz uchun yanada chuqurroq bir yondashib video qilishimiz kerak bo'ladi-da. Agar shunaqa bir mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytingiz oxirida. Biz ham keyingi videolarimiz birida balki qilarmiz. Nima deysiz? Sarlavha va asosiy fikrlarni ajratish. Ya'ni bu yerda siz matnni o'qishingizdan oldin sarlavhasini bir ko'rib olasiz. Title-ni o'qib chiqasiz. Topic center shunda o'qib olasiz, ha, gap bu yerda nima haqida ketar ekan deb bir qandaydir tushunchaga kelasiz. 5-qadam amaliyot. Bu usullarni miyangiz hazm qilib, ularni avtomatik tarzda ishlashi uchun siz bu texnikalarni bir necha marotaba, kerak bo'lsa 10 martalab, 20 martalab qilib ko'rishingiz kerak. Keyin esa o'zidan o'zi shunday usulda ishlashga moslashishni boshlaysiz. Buncha qiyin so'z bu. Shuni ham qora qilib bundoq qo'yib yuborsa bo'ladi, takoy. Videomiz siz uchun foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosing, izoh yozing, yana kimlar uchun foydali deb o'ylaysiz. Ularga jo'natib qo'ying. Shu yana bitta ichimda gap qolib ketmasin-a. Ha, videomizni sizga nimasi ko'proq yoqyapti? Balki nimadirlar yoqmayotgan bo'lishi mumkin-a? O'shalarni izohda yozing. Keyingi videolarimizda yanada yaxshiroq, sifatliroq qilishga harakat qilamiz.